Xalq bankida ayol tadbirkorlar uchun qanday imkoniyatlar mavjud? Xalq bankida ayol tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun bir nechta dasturlarimiz mavjud. Shulardan biri Dilbar krediti. Bu kredit 50 million so'mdan 500 million so'mgacha beriladi va kreditimizning eng afzal tomoni tadbirkorning hisob raqamiga mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri o'tkaziladi. Bu kredit qanday maqsadlarda beriladi? Agar tadbirkor biznesni kengaytirish maqsadida olsa, 3 yil muddatgacha beriladi. Asbob-uskunalar, asosiy vositalar sotib olish maqsadida esa kredit 5 yilgacha rasmiylashtiriladi. Kreditning foiz stavkalari qanday? Agar kredit summasi 100 million so'mgacha bo'lsa, foiz stavkasi yillik 23% dan boshlanadi. 100 million so'mdan 500 million so'mgacha esa kredit yillik 21% dan beriladi. Kredit olish shartlari qanday? Mijozning to'lov qobiliyatiga asosan 100 million so'mgacha beriladigan kredit garovsiz rasmiylashtirilishi ham mumkin. Dilbar krediti garov asosida beriladi. Ta'minot sifatida ko'char va ko'chmas mulk qabul qilinadi. Kreditni rasmiylashtirish uchun Xalq banki filiallariga murojaat qiling.